e'tibor beramiz. Bu bemorimiz Termizdan Toshkentga samolyotda keldilar. Klinikamizda yana bir yaxshi natija. Bemorimiz ishemik insult bilan, ya'ni bosh miyada qon aylanishini buzilishi bilan klinikamizga murojaat qilib keldilar va bugun 5-kun, hozir 5-kundagi o'zlari o'zgarishlarni aytib beradilar. 2 marta insult olganman. Insult olganim sababi shu asab tizimi yaxshi nima bo'lmaganligi uchun kecha kunduz 5-kun 70% o'zimda ta'til his qilyapman. Oldimda men gapirishga harakat qilaman, lekin gapirishga xud yo'q edi. Mana shu 5 kun davomida o'zim guvohi bo'ldim. Gapirish jarayoniga kelganim 3 kunda. Igna terapiya bo'ldi, massaj har kuni 2 vaqtda. Erta bilan kechqurun umumiy holat yaxshi. Bemorimizni mana 5-kundagi muolajalarini 3-kunda o'zi gapirishni boshladilar. Bularda ham xotira sustligi, nutqni buzilishi bor edi. Mana gapirish, nutqni tiklanishi va xotiralari ancha yaxshilandi. Nasib bo'lsa, agarda sizda ham shu kabi muammolar, insultdan keyingi asoratlar yaxshi reabilitatsiya uchun, davolanish uchun joy qidirayotgan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling va biz sizni muammongizga yechim topamiz.